Hammaga salom, sizlar bilan Saruk. Bugungi videomizda iPhone 12 seriyalarini 2025-yil uchun sotib olsa bo'ladimi yoki yo'qmi, shuni gaplashib o'tamiz. Bu videoni chiqarishimdan maqsad komment sabab bo'ldi. Bir obunachimiz komment yozgan ekan, shu kommentini befarq qoldirmagan holda bu videoni chiqaryapman. Oldinlari video chiqarmaganim sabab juda aktiv pasayib ketibdi. Shuni qo'llab-quvvatlash uchun bitta like va obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Qani endi gapni ko'paytirmagan holda videoni boshlaymiz. Birinchi telefonimizga keladigan bo'lsak, o'sha legendarniy iPhone 12. Uni xarakteristikalariga keladigan bo'lsak, uni akkumulyatori 2815 mAh. U PUBG'da 2 soat, 1,5 soatga yetib ortadi. Bu yaxshi ko'rsatkich bo'lmasa ham, lekin buni amallasa bo'ladi. Uni ekraniga keladigan bo'lsak, 6.1 dyuym OLED. Uning eng asosiy qismi, uni prosessorga to'xtaladigan bo'lsak, Apple A14 Bionic. Bu prosessor bilan iPhone 12 juda yaxshi ko'rsatkich va yaxshi FPS ni sizga bera oladi va uncha-munchaga qotavermaydi. Xo'sh, bu telefonimiz yaxshi xarakteristikalarga ega. Buni 2025-yil uchun sotib olsa bo'ladimi? Ha, bu iPhone 12 ni 2025-yil uchun sotib olsa bo'ladi, lekin klassik va turnirlar o'ynay olmaysiz. Chunki bu iPhone'imizni batareyasi yetmaydi klassik va turnir o'ynash uchun. Shunday qilib bu iPhone'imizni TDMga tavsiya beraman. Agar bu telefonni TDMga olsangiz, yaxshi FPS va sifatli o'yinga ega bo'lasiz. Keyingi iPhone'imiz bu iPhone 12 Pro. U chiqqan paytlari eng kuchli va sifatli iPhone hisoblangan. Uning xususiyatlariga to'xtaladigan bo'lsak, akkumulyatori 2815 mAh, xuddi iPhone 12 ga o'xshab. Uni ekraniga keladigan bo'lsak, ekrani 6.1 dyuym OLED. Uning eng asosiy qismi, prosessorga to'xtaladigan bo'lsak, Apple A14 Bionic. Bu iPhone'imiz xuddi iPhone 12 ga o'xshaydi, faqat uni kamera bo'limi o'zgargan. Bu iPhone'imizga aytadigan narsalarim xuddi iPhone 12 kabi. Unga nimalar degan bo'lsam, bunga ham shu gapni aytaman. Bu iPhone 12 Pro ni ham TDMga maslahat beraman. Xo'sh, bu iPhone 12 Pro ni 2025-yil uchun sotib olsa bo'ladimi? Ha, lekin akkumulyatoriga ko'z yumasiz. iPhone 12 va iPhone 12 Pro ni narxida uncha katta farq yo'q, lekin ikkalasining narxi ham $250 dan $300 gacha. Keyingi iPhone'imiz bu iPhone 12 Pro Max. Keling bo'lmasa uni xarakteristikalariga to'xtalamiz. Uning ekraniga keladigan bo'lsak, 6.7 dyuym OLED. Bu videoda aytib o'tgan iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max ni ekranlarini hammasi olmish kersdan. O'zi iPhone 12 seriyasi, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max hammasi har qanday bo'lishidan qat'iy nazar olmish FPS. Uni akkumulyatoriga to'xtaladigan bo'lsak, 3687 mAh. U PUBG'da bemalol 200 soatga yetib ortadi. Uni prosessorga to'xtaladigan bo'lsak, Apple A14 Bionic. iPhone 12 seriyasining hammasiga shu A14 Bionic chip qo'yilgan. Bu iPhone'imizda hammaga mashhur Yakuza o'z YouTube faoliyatini olib borgan va bootcampda master klasslarni ko'rsatgan. Bu iPhone 12 Pro Max'da klassik o'ynagan yaxshimi yoki TDMgami deydiganlar uchun ikkalasiga ham bo'laveradi. Bu iPhone 12 Pro Max ni 2025-yil uchun tavsiya berasanmi deydiganlar uchun ha, tavsiya beraman va 2025-yil uchun juda mos. Eslatib o'taman, bu videomizga iPhone 12 mini ni qo'shmadim. Chunki iPhone 12 mini ekrani va akkumulyatori kichkina va deyarli ishlatishga ham bo'lmaydi. Bu iPhone'imizning narxiga keladigan bo'lsak, $300 dan $350 gacha. Videomizda ham oxiriga yetib kelyapmiz. Shunga o'xshash videolarni xohlasangiz kanalimga kirib ko'rishingiz mumkin. Mehnatimizni qadrlagan holda bitta like va bitta obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Keyingi videomizni qanaqa bo'lishini komment yozib qoldiring. Ko'rishguncha do'stlar.